Shunaqa o'shanda O'zbekistonimni esladim. Bizga o'xshar ekan shu jihatlari dedim. Xabaringiz borki, hozir Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti bir qancha davlatlar bilan hamkorliklarni yo'lga qo'ygan. Shu jumladan Xitoy, Malayziya, Turkiya davlatlari bilan yaqindan hamkorliklarni olib bormoqda. Birinchi safarimiz bizning Xitoyga bo'lgan safarimiz edi. Bunda talabalarni ham, professor o'qituvchilarni ham ta'sirotlari juda ham ijobiy tarafda bo'lgan. Ikkinchi bo'lgan safarimiz Malayziyaning Kuala-Lumpur hamda Sabah degan oroliga bo'ldi. Bunda biz asosan qaysi dastur asosida ketdik? Bu dastur short term mobility, ya'ni bir haftadan 10 kungacha bo'lgan short term mobility programmasi hisoblanadi, ya'ni dasturi hisoblanadi. Fevral oyida Malayziyaga, Kuala-Lumpurga bordik. Unimars degan universitet bizni chaqirdi. Juda keng qamrovli universitet ekan. Ko'p oliy ta'lim muassasalarini birlashtirgan va juda katta xalqaro nufuzga ega bo'lgan universitet ekan. Kuala-Lumpurda bir hafta 10 kun mobaynida biz ana shunaqangi seminar treninglarga qatnashdik, o'quv kurslarida ishtirok etdik. Keyin menda Malayziyada yana bir narsasi men uchun yangilik bo'ldi. Bitta oilada misol uchun har xil millat odamlari bemalol yashashar ekan. Keyin aynan dunyo bo'yicha ham ko'p millat yashash bo'yicha aynan Malayziya menimcha birinchilardan turadi. Chunki har xil millatlar u yerda jamlangan. Bu dastur asosan professor o'qituvchilar hamda ishchi xodimlar uchun tashkil etildi. Ya'ni ularning malakasini oshirish va rivojlantirish uchun tashkil etilgan edi. Umuman dars jarayonlarini olib borilishi ham Xitoyga nisbatan umuman boshqacha ko'rinishda bo'ldi. Lekin shunga qaramasdan umuman boshqa professor o'qituvchilar, boshqa talabalarni olib borganligimiz uchun ularda ham hissiyotlar, taassurotlar juda ham yaxshi bo'ldi. Chunki Kuala-Lumpur, Malayziya juda ham o'zini yashilligi bilan, ovqatlarini turli tumanligi bilan hamda insonlarini samimiyligi bilan bizni o'ziga qaratdi. Biz o'zimizda bor bo'lgan hozirgi paytda bizni soha yo'nalishi, shaxsan men endi o'zimni islomshunos deyishim biroz kattaroqdir-ku, lekin har xil dinshunoslik, falsafa, milliy g'oya bo'yicha o'zim mutaxassis bo'lsam, biz shu sohalarda qilayotgan ishlarimiz u yerda katta qiziqish uyg'ondi. The Stories about Imam Bukhari degan kitobim ingliz tiliga tarjimasi yakunlandi. Hozir din ishlari bo'yicha qo'mitadan bugun erta o'shani ruxsatini olsak, inglizcha tarjimasini ham olib, ham Turkiyaga, ham Malayziyaga yuborish niyatimiz bor. China marketiga bordik. China market biz uchun umuman boshqacha bir bozorda, ularning bozori China market. Bir yoq tarafda xuddi mana bizda yoyma bozorlar bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa bu yoq tarafda mevalar, bu yoq tarafda yoyma bozorlar. Eng asosiy maqsadimiz u yerga borishda xalqaro Kuala-Lumpur shahridagi ikkita top mingtalikka kirgan universitet bilan hamda Kuala-Lumpurdan tashqari, ya'ni Malayziyaning boshqa orolidagi Sabah orolida bo'ldik. U yerda ham University of Sabah degan universitet bilan biz hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Ya'ni memorandum shartnomasi imzolandi. Va bunda bizni hayron qoldirgan jihati universitet 1000 gektarga yaqin yerda joylashgan, hamda universitetning o'zini o'rmoni, hamda dengizi borligi, sohili borligi. Biz o'sha Unimars universitetiga borganimizda, aynan dars jarayonlarimizda professor Hu bizga asosan darslarni o'zlari o'tdilar. Undan tashqari yana u yerda Hindistondan kelgan professor ustozlar ham bor. Ular bizani oilalari bilan shunaqa chiroyli mehmon qilishdi, hammamizni borib. O'zlarini maxsus o'sha hind oshxonasida mehmon qilishdi. Ularda bir narsani ko'rdim, bag'ri kenglik bor. Mana biz o'zbek millatida aynan biz mehmon kelsa shunaqa kutamiz. Uyimizdagi borini qo'yamiz dasturxonimizga, mehr beramiz, xursand bo'lamiz uyimizga mehmon kelganda. Ularda xuddi shu narsani ko'rdim. Aynan o'sha hind professor oilalari bilan bizani barcha borgan magistrlarni o'zlari chaqirib, albatta uylarida emas, uni hind restoranida mehmon qildilar, lekin ularda aynan mana shu bag'rikenglikni ko'rdim. Shunaqa o'shanda O'zbekistonimni esladim. Bizga o'xshar ekan shu jihatlari dedim.